Mana bizning uyimizda svet o'chib qoldi. Elektriklar qayerga qarayapsizlar? Sovib ketdi uy. Santexniklar qayerga qarayapsizlar? Ha. Ayo. Mushugim qanday ekan? Mana ekan. Mushugim. Meni mushugimda bu. Biroz kamera. Ma. Ha, aka. Ma. Nega aka deb yurib-kelmayapsan, ha? Nima akajonim? Jonim akam? Ne keldingiz bu akajonim? Deb kelmayapsan, ha? Nega kelmayapsan? Kelishing kerak. Bundan keyin jonim akam. Xizmatingdaman akam. Keldingmi akajonim? Jigarim. Qurbon bo'lay. Degin bo'ptimi? Mana. Ukamda meni jigarim. Rangimiz ham bir xil, mana rangimiz ham bir xil. Rangimiz ham bir xil. Hammasi o'tkinchi dunyoda o'tamiz biz ham. Sovuq yerni bag'rida. Sovuq yerni bag'rida yotamiz biz ham. Hech chekmangiz ham. Tomog'imda qisib qo'yyapman. Hammasi o'tkinchi dunyoda o'tamiz biz ham. Sovuq yerni bag'rida biz yotamiz biz ham. Hech chekmangiz ham. Hech chekmangiz ham. Telefonimiz zaryadkasi. İnternet yonibdi. Biz har doim yonimizdagi odamlarga u shaklda yordam beramiz. Sobit bo'lishlari uchun. Ularni yaxshi o'rganamiz. Qayerda ularni quvvatlashimiz kerak? Qaysi nuqtadan quvvatlashimiz kerak? Qanday qilsak sobit qadam bo'ladi? Sabotiga sabot qo'shiladi. Sabotkor biri bo'ladi bugungi nima bilan aytganda. Havaskor emasdan sabotkor bo'ladi, sabotkor. Nima qilamiz? Qanday yordam beramiz? O'zidagi imkoniyatlarni ko'ra olmayotgan bo'lsa, insonlar o'zidagi kamchiliklarni ko'ra olmagandek, o'zidagi imkoniyatlarni ham ko'ra olmasligi mumkin-da. Ana o'shanday paytlarda biz ularga bir shaklda ulardan kelib chiqib yordam beramiz. Xuddiki fil baliq tutishni o'rgangandek, xuddiki timsoh suv tagidagi o'tlarni filga olib chiqib berishni o'rgangandek va buni to'g'ri deb o'ylaganidek biz ham yonimizdagi, qarshimizdagi yaqinimiz, do'stimiz, yorimiz, boshqa undan kelib chiqib sobit qadam bo'lish uchun bir qadar yordam beramiz. Bu bizdan talab qilinadi. O'zimiz ham bir yaqinlik, bir o'xshashlik, bir nuqtalar bordir. Havaslarimiz bizni tark etayotgan bo'lsa,
havaslar, orzular ichida qovurilib, Nima hech bu? birini amalga oshirolmayotgan bo'lsak, u yerda bir tavofuq yo'qdir. Moslashuvchanlik, to'g'ri kelish yo'qdir. Diqqat qilib eshitolmadim. Fikrlar kelaveradi miyaga, fikrlar boshqa xayollar oqib qochaveradi. Hamma narsalarga diqqat qilib eshita olmaysiz. O'sha kun ketdi qaqadir. Resmimiz rasmiy bo'lganiga 5 soat bo'ldi. O'zbekiston patriotlari telefonimizdan Isroildagilar 3-martga kelib Rossiya bosimining kuchayishi ehtimolini tilga olmoqda. Assalomu alaykum, Ozod News dasturlar, men Barno Anvar. Eron va unga qo'shni Yaqin Sharq davlatlaridagi o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardan yordam so'rab yo'llagan murojaatlari tarqalishda davom etmoqda. Kelinglar. Musiqa eshitamiz. Adabiy bo'lib ketdimi? Qo'shiq eshitamiz. Meni jonkina o'lgan vafodor sevolgan qalbim lol bo'lib maftun. telefonimning ekrani ham izlashni ham har kim ham tutmaydigan holatda mana sinib yotibdi. Biz bunday narsalarga, biz bunaqa holatlarga, biz bunaqa men nima desam, aynan mana shu izlashligimda bunaqa yomon holatda ham tutib yurishimning sababi haqida gapirishdan maqsad. Meni Onu didar meni aramım, ko'zim qo'nar dildorim, kulgusida oshkorim. Men uchun zo'r qilar ko'zlaring. Let's go. Dunyoni o'zgartira olsaydim agar, uzun bo'lardi tonglar muqarrar. G'ossa yo'llardan naridan bekam, o'zga doirada kezardi yer ham. Oyni keltirardim yaqin ehtimol, boshimizga tegib yursin bemalol. Ko'zingga tushsin-da rangi ziyonlarning betakror raqsi. O'shanda ko'zlaring tortganda teran, tonglarda aylanib ehtimol men ham ko'psiz bu omonga cho'kib ketardim. ko'nglingga shu topsiz Holda yetardim. tonglar bo'lar edi Albatta uzun onam to'yib uxlab olmog'i uchun o'lim deb bilmayman, halovat qilardi mehnat
Ona sog'inchingda yig'lab kuylayman. Men seni o'ylayman. Bolamni eshitdim yiroq. Ovozing eshiting etgan qo'ng'iroq. Bu dunyo devona. Olisda qolganman taqdirda ona. Xat va olqish. Ona vujudman poyingda bexish. Dunyoni o'zgartira olsaydim agar urush muqarrar. Urushdan esa kamalak. Shohlar zotdan esa kapalak. Kapalaklar o'chib tinmasdi birdan. Hech kim maktablarni vayron etmasdi. Bog'cha shifoxona yonib ketmasdi. Urush deb odamlar bo'lmasdi halak. Chunki gul sevardi barcha kapalak. Dunyoning ro'yini hayli tasavvur. Bog' bo'stonlar, gul. O'zgartira olsaydim agar dunyoni. Orzudan taralgan Ziyoni. bolalar ko'ngliga Haydi turardi mahkam. Qo'llarida kitob eng go'zal olam. Kitob asli maktub bolalarga xat. Ularga xat bitgan kitob donishmand. Mo'jiza ertaklar so'zlab berardi. Goh kulib, gohda bo'zlab berardi. Muallim u zotga eng ulug' e'zoz. Davraning to'riga chiqing iltimos. Sizga choy tashiydi boylarning bari. Axir siz eltasiz kelajak sari. Sizsiz bu dunyoning mudom biri kam. Bolalar maktabga shoshadi bayram. Sizning obro'yingizga kim yetadi kim? Muallim bo'laman degani so'laming. Rahmatlik do'stlarim qudrat va g'olib. Sizsiz bu dunyoda kattalar yonib. Ko'ngliga havo Moyni uzib etdilar. Uni chekdilar, o'lib ketdilar. ustoz bergan bilim. Muqaddas borliq. Ustozdan hamisha yorug'. O'zgartira olsaydim dunyoni agar she'r bilan tinglardi barcha odamlar. Dunyoni bekam bo'lardi hatto shohlar ham. Portlab yurardi barchaning ko'zi. Chunki she'rdir so'zi, har aytgan so'zi. She'r demay so'zning yomoni yo'qdir. Aytgani chippa-chin yolg'oni yo'qdir. Men she'rlar yozardim sevgi sababi. Usmon Azim kabi, Sherali kabi. Rauf Barfiy yanglig' bo'zlab qolardim. Yuragim bag'rini so'zlab qolardim. She'rlar o'qir edim. Boqirib qardam. Edi bolalarim ham. Ularga ko'chardi Yerdan harorat. Dillarida sevgi Kam sadoqat. Mening etagimda yursa Bolarim Bolalarim meni kutmasdi hech ham. Ularning yoniga Erta qaytardim. Ularga ming Tilfa ertak aytardim. so'zlarim qo'ng'iroq Jambil dashtida. Chunki Ali Bobo sarguzashtida. Zamonlar ruhini tinglab so'zlardim Zumrad va hasrat Qadran yig'lab o'zlardim. Keyingi o'ta yaxshi qo'shiq. Shunaqami? Keyingi men yoqtirgan keyingi o'rindagi yaxshi qo'shiq. Keyin menga yoqadigan shu oy davomida qayta eshitgan keyingi qo'shiq. Jo'r bo'lib aytamizmi? Bilsangiz ayting. Bu xona qorong'u, hech kim yo'q, tuyg'ularda hech kim yo'q. Kim sababdi uning kelishdimi yo'l? Hozir hech kim yo'q. Dardimni yo'q qilishim kerak bugunnoq. Erkakning ko'z yoshlari xuddi bugunnoq. Sen hech kimga kerakmassan. Qilganingda iltimos qilaman, chiqarimni kunoq. Odam so'nar hafsalasi Bo'lsa bir nima kerak bu bilgan joyimga qo'shilib qo'yaman-da. erkakning ishi to'lash bo'lsa birgina ichingdagini so'rashmasagan ham Darding faqat o'zing ko'tarasan. ko'rsatmaysan kimdir senga qarasa Nozik joying ko'rsatsang o'lasan xuddi. ko'rsatmaysan u qalbingni yarasin Shunaqa hayot, okey, xo'p. Uni ideali sen emas, K-pop. gapiraman desang Eng ko'p lekin nima foyda? Erkaklarning hissiyotlari bo'lmaydi. Erkak doim kimnidir umidi. Erkak doim sevilish uchun to'laydi. hech narsasi Yo'qlik hech kimda bo'lmaydi. Oylanib ketganlar uyqudan oldin. Tuyg'udan qoldi. Mayli do'stim yongan yul. So'zini bilmayman. So'zini yaxshilab qayta. Shuncha kundan beri eshitsam so'z anaqasini gaplarini kerak paytda ayta olaman.
nega aytishim kerak o'zi? Просто mazax ish tamom. Просто ish tamom. Ketdi boshqa xatdan. Let's go. Erkakning ko'z yoshlari xuddi bu gunoh. Sen hech kimga kerakmassan siqilganingda. Iltimos musiqa shu qalbimni yukunol. Odam sanar hafsalasi bo'lsa bir. Nima kerak bu kurash bu sabr. Erkakning ishi to'lash bo'lsa birgina. Ichingdagini so'rashmasagan ham. Dardingni faqat o'zing ko'tarasan. Ko'rsatmaysan kimdir senga qarasa. Nozik joying ko'rsatsa o'lasan xuddi. Ko'rsatmaysan u qalbingni yarasan. Shunaqa hayot. Okey, xo'p. Uni ideali sen emas, K-pop. Gapiraman desang ko'p, lekin nima foyda? Erkaklarning hissiyotlari bo'lmaydi. Erkak doim kimnidir umidi. Erkak doim sevilish uchun To'liydi. Hech narsasi yo'qni hech kimi bo'lmaydi. Oylanib kechalar uyqudan oldin. Tosh bo'lib suyuqdan qoldim. Mayli do'stim menga quy muzlab qoldim. Oylanib kechalar uyqudan oldin. Tosh bo'lib yurgan suyuqdan qoldim. Mayli do'stim menga quy muzlab qoldim. kunduzlar keldi lekin izlar qoldi. Yo'qolib boradi har kuni bir bo'lagim. Bu yolg'izlikni qorong'u yo'lagi. Ichim to'la kapalaklar o'ligi. Narxini bilaman u kimiydi to'lagim. Tanim to'la amr o'qidan chandiq. Sandiq, Skeletlarga to'ldi shkaf bilan sandiq. Sevgi qutqarmaydi U biram tantiq. Yana qonimga Zahringdan gramdan tiq. Mayli xuddiki men bu dunyoda O'rinsiz, Menga tayo topa qoling meni zo'rinsiz. Dunyo mensiz qani chiroyliroq Ko'rinsa, ko'rinsa Unutilsin oddiy bola ko'rimsiz. O'ylanib kechalar uyqudan oldim. Tosh bo'lib yurak tuyg'udan qoldim. Mayli do'stim menga quy muzlab qoldim. Kunduzlar izlab qoldim. O'ylanib kechalar uyqudan oldim. Tosh bo'lib yurak tuyg'udan qoldim. Mayli do'stim menga quy muzlab qoldim. Kunduzlar izlab qoldim. Tugadi, bu ham tugadi, tez tugaydi, yaramas 2 daqiqalik qo'shiq. Bilmayman, qayta eshitganim uchunmi? Boshqa sabab bormi? Qo'shiqni menga yoqadi. Men bu qo'shiqni maktab paytida 9-sinfdamidi, 7-sinfda yo 7-8da eshitganman mana shu qo'shiqni. Ochganim esimda yo'q, darsim esimda qochganim, esimda yo'q ushaganim ruchkani, esimda aniqroq ruchkam oynadan uchgani. Birinchi bahor, esda birinchi bahor, meva yeb bo'lsa xom. Esimda yo'q qachon edi nasib kitob o'qish, esda birinchi qish borib qor o'ynashga chiqish. Esimda yo'q nega Sharif zabor oshib ketardi. Esimda 5 yetardi. Yo'q shu o'tgani shu o'rtasida, esliman leykada turganim zal o'rtasida. Unda studentlarni urganimiz esda yo'q kim uchun. Esda kansa turganimiz, o'qituvchilar nimalar qildirgan, ko'pi esimda yo'q. Esda ko'pni bildirgan yoshlik, bilmaydi hech kim qachon tugashi yoshlik. O'ynardi qorong'u joylarda yashab yoshlik. Qorong'u ichimda svet yoqolmayapman. Yutqazdim chiq topolmayapman. Bilmaydi hech kim qachon tugashi yoshlik. O'ynardi qorong'u joylarda yashab yoshlik. Qorong'u ichimda svet yoqolmayapman. Yutqazdim chiq topolmayapman. Birinchi marta kinoga kirganimiz, esimda qaysi film esimda o'tirganimiz. Esimda yo'q o'sha paytlarda biz o'tirgan parda. Esimda yo'q edi kofe, biz o'tirgan parda. Esimda yo'q informatika. Esimda dot, esimda yo'q ximiya, esimda yengil narkotik, esimda yo'q yot, esimda radius, esimda shu -15 gradus, esimda katta esimda ozular tuzganim. Hech kim aydor emas shu kunlaring tinga o'char. Tayyorlamadimi seni shu kunlarga ko'cha. Sen bo'lmagan bo'sha katta bo'lib qolgan tipa. Shunda bilmadingmi edi eng zo'r karantin yoshlik. Yoshlik o'ynadik qorong'u joylarda yashab. Nima ekan? Bu ham konsta. Mayli ish turaveramiz, nima qilamiz? Kepsan.
ovoz pasayib ketdi. Qanday yashashni bilmaydi hech kim, birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lidan topamasdan yechim, dan topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechgan. Yashashni tushuntiradi. Shu payt orzularim burchakda jim turadi. Kelajagim ko'radi. Xohlashimni kim so'radi? Hammasi menga yaxshiroq bo'lsin deb. Hammasini har doim o'zimdan bordi borar joyim. Qiziqishim yomon. Inab o'tirganingizni kitob o'qidingiz hamon. Qo'yman o'qiganingizni. Qanday yashashni bilmaydi hech kim, birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham o'z qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lidan topamasdan yechim deb o'ylaydi. O'z qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi. Shu peshonam yaltiraydi quyoshda, kim ham 16 yoshda. Topdim vaqtimni yo'qotganimda, bugun hayotimni mazmuni o'sha topganimda. Kasb va hunar shuncha yo'l va ular bir-biridan farqlilar. Nega ular xalqlar so'ramaydi mayoqlar senga? Borib kelsang bo'ldi darsinga, ketadi singib shunday nechta umidlar senga. Nega hamma narsada maqsadlarimiz bor? Yana paqalar pulga tayinli pensiyaga. Men uchun xavotirdasiz. Bo'ldi bizda qalb. Unutmang ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamiz sizdaqa. Qanday yashashni bilmaydi hech kim, birgina pul bilan ko'ngil to'ymaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, nega ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lidan topamasdan yechim. Undan ham yetilman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechgan. It is